Assalomu alaykum qadrli YouTube ixlosmandlari. Bugun mana 14-iyul 6-kuni asal olganmidik. Qaranglar, mana shu arimda yashil asal olgan edim. Ikkita oilada yashil asal chiqqan. Hozir mana oradan bir hafta o'tdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, bular yana yashil asal olib kelyapti. Bitta qiyom bergan edim, qiyomini yemabdi, olmabdi. O'sha bog'larni pechat qilishibdi. Rasplot bor. Hozir joyiga qo'yaman. Keyingisini olaman. Ko'ryapsizlarmi yashildi? Bular yana yashil asal olib kelyapti. Mana ona ari ham karnika. Yuribdi mana. Tuxum qo'yib. Mana asalni olganmiz. Yana yashil asal olib kelishyapti. Bu ham endi Xudoning bir bergani. Ko'p kommentariyalar bo'ldi. Nima bergansiz, qanaqa bo'lgansiz? Endi og'aynilar, bu asalari o'zi olib keladi. Mana yashil yana. Yashil asal. Rasplot. Asalari o'zi olib kelyapti. Buni qayerdan olib keladi, bilib bo'lmaydi. Nimaiki, arilar o'zi biladi. U yomon joyga borib yomon narsa olib kelmaydi. Mana bu ochiq tuxumlar. Kesib olganmiz bu yerda. Asalni olganmiz. Bir hafta bo'ldi. Qiyom bersam, og'aynilar. Mana bu yerda ikkita oila, narisi unaqa bas. Uni ikkovida ham bunaqa bas, u ikkovida ham bunaqa bas. Mana shu yerda qaranglar, qancha oila bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ta oila. Bu yerda 6 ta oila bor edi, shogirdga olib ketdi. 28 ta oilada, 2 ta oilada shunaqangi yashil kelyapti. Shu orqada turganda narigi tomonida ham shunaqa yashil. Buni ham ko'rsataman. Endi nima desa bo'ladi? Bu Xudoning bergan nimasi? In'omi. Yashil asal. Hali ham yashil asal kelyapti. Shunga bu ham bir Xudodan kelgan bir nimada endi. Sog' bo'linglar. Shunaqa rangli asallar yana kimda bor? Paka.